Minoxidil o'zi umuman boshqa dori. Eng katta vazifasi bu sochga keladigan qon tomirlarini kengaytirib beradi. Minoxidil ishlatganimdan keyin sochlarim juda ham ko'p to'kilishni boshladi, shuning uchun to'xtatib qo'ydim deyshadi. Bu eng o'sha noto'g'ri narsalardan bittasi hisoblanadi. Albatta bu erkaklarda unchalik ham ahamiyatga ega emas, lekin ayollarda yuz sohalarida, bo'yin sohalarida tuklarni bir necha barobarga ko'payib ketishi, aynan minoxidil teriga surildimi, o'zi asta-sekin teriga so'rilib ketaveradi. Bundan keyin ko'pchilik ayollarda sochlari to'kilishni boshlaydi. Minoxidilni ko'pchilik eshitgan, ba'zi insonlar yomonlasa, ba'zi insonlar maqtaydi. Ya'ni kimgadir yaxshi ta'sir qilsa, kimgadir yomon ta'sir qiladi. Bu asli minoxidil foydalimi? Qanday ishlatish kerak va qanday nojo'ya ta'sirlari bor? Shu haqda bugun ma'lumot berib o'taman. Minoxidil o'zi umuman boshqa dori, ya'niki 1970-yillarda qon bosimini, davleniyani tushirish uchun ishlab chiqarilgan dori. Lekin o'sha paytda dorini ichib turgan odamlarda tuklari, badandagi tuklari o'z-o'zidan ko'payib ketavergan va shuni hisobga olgan holatda minoxidil o'sha sochni ko'paytirar ekan degan o'sha nojo'ya ta'sirini hisobga olib, mahalliy, ya'ni sochga tomizdiradigan suyuq dori ishlab chiqarilgan. 1980-yillari androgen alopetsiya, ya'ni tepakallikni davolash uchun 5% minoxidil ishlab chiqarilgan. Keyinchalik ayollarda ham ko'pchilik eshitib qolaman, ayollarda umuman ishlatish mumkin emas deb aytib chiqishadi. Ayollarda ham albatta foydalansa bo'ladi. 2% shakli ishlab chiqarilgan. 2%ligi yoki 5%ligidan foydalansa ham bo'ladi. Aytaylik, erkaklar 5%ligidan kuniga 2 mahaldan foydalansa, ayollar 5%ligidan 1 mahaldan yoki 2%ligidan foydalanadigan bo'lsa ayollar, unda 2 mahaldan foydalanish kerak bo'ladi. Endi ko'pchilik bemorlar kelganda 2 mahal ishlata olmayman deganlarga ayollarda 5%ligidan 1 mahaldan yozib bergan ma'qul. Chunki hamma ham hafsala qilib kuniga 2 mahaldan dori sura olmaydi. Minoxidil teriga tomizilganda o'zi bir qancha o'zini vazifalari bor. Birinchi eng katta vazifasi bu sochga keladigan qon tomirlarini kengaytirib beradi. Shuni hisobiga sochga ozuqa, kislorod juda ham yaxshi keladi. Shuni hisobiga sochlarda o'z-o'zidan moddalar almashinuvi kuchayib, sochlar o'sishni boshlaydi. Ikkinchisi bu chandiqlanishni kechiktiradi. Ya'niki soch to'kilgan sari qancha uzoq vaqt soch o'sha joyda yo'q bo'lib tursa, chandiqlanib boraveradi. Shuni hisobiga ham qancha uzoq muddat davomida soch to'kilgan bo'lsa, o'sha bemorda keyinchalik soch chiqish ehtimoli kamayib boradi. Aynan shunaqa holatlarda minoxidil o'sha chandiqlanishni ham oldini oladigan dori hisoblanadi. Minoxidilni qaysi holatlarda qo'llash kerak bo'ladi? Minoxidil albatta birinchi o'rinda bu androgen alopetsiya, ya'ni tepakallikni davolovchi eng zo'r dorilardan bittasi hisoblanadi. Minoxidilni albatta to'g'ri ishlatish kerak bo'ladi. Uni kuniga 2 mahaldan to'kilayotgan sohalarga 1 milli, uzog'i 1 milli bo'lishi kerak, undan ko'payib ketmasligi kerak. Tomiziladi va qo'l bilan yengil atrofiga yuritib qo'yiladi. Uni massaj qilish, boshqa narsalar umuman kerak emas. Minoxidil ishlatishdan oldin ham sochni yuvish yoki boshqa narsalar kerak emas. Quruq teriga o'sha 1 millidan ishlatilsa yetadi. Ko'pchilik keladiki, minoxidil ishlatganimdan keyin sochlarim juda ham ko'p to'kilishni boshladi, shuning uchun to'xtatib qo'ydim deyshadi. Aslida to'xtatib qo'yish kerak emas, chunki minoxidil ishlashni boshlandimi, sochni tezroq o'stirishga harakat qiladi. Ya'niki tepakallikda ko'pchilik ko'rgan sochlar maydalashib boradi va oxiri tukka o'xshab qoladi. Minoxidil surishni boshlagandan keyin o'sha mayda tukka o'xshagan sochlar o'rnini katta sochlar egallashni boshlaydi va o'sha piyoschasini tagidan yangi soch o'sib chiqishni boshladimi, u eski sochlarni itarib tushirib yuboradi. Shuni hisobiga go'yoki ko'pchilikda soch to'kilishi kuchayib ketgandek tuyuladi va soch minoxidil qo'llashni darrov to'xtatib qo'yishadi. Shu paytda ortga qaytmas jarayon bo'ladi, ya'ni sochlari, o'zini sochlari ham juda ham tezlikda to'kilib ketib qoladi.
Aslida minoksidilni ishlatishda davom etsa, o'sha yangi chiqayotgan sochlar o'sishda davom etadi va yangi sochlarga aylanib, baquvvat sochlarga aylanib boradi. Va bunday holatga kelguncha 3 oydan 6 oygacha vaqt ketadi. Bemorlarda uchraydigan holat 1-2 hafta, uzog'i 1 oy, uzog'i 2 oy ishlataldi-da, keyin hafsala qilolmaydi yoki ko'p to'kilish hisobiga qo'rqib darrov to'xtatib qo'yishadi. Bu eng o'sha noto'g'ri narsalardan bittasi hisoblanadi. Minoksidilni ishlatgandan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlar bular birinchisi teriga allergiya berishi. Dorini teriga tomizgandan keyin 1 hafta o'tadi, 2 hafta o'tadi, terida qizarishlar, qichishishlar ko'pchilikda kuchayib ketadi. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Terida qizarish yoki qichish kuchayib ketadigan bo'lsa, minoksidilni 2 xil shakli bor. Birinchisi suyuq losyon shakli, ikkinchisi o'sha yog'li shakli hisoblanadi. Ikkinchisi penkali, ya'ni ko'pikli shakli bor. Agarda yog'li shakl allergiya beradigan bo'lsa, uni tarkibida spirti bor, shuni hisobiga ko'pchilikda allergiya beradi. Penkali shaklga o'tish kerak bo'ladi. O'sha penkali shaklni olib, uni ham ko'pik bo'ladi. Kuniga o'sha to'kilayotgan sohalarga qo'yib qo'yiladi. O'sha ko'pik tezda teriga so'rilib ketadi. Shunday formalardan foydalanish tavsiya etiladi. Keyingi nojo'ya ta'sirlardan bittasi bu ortiqcha tuklarni ko'paytirib yuborishi. Albatta bu erkaklarda unchalik ham ahamiyatga ega emas, lekin ayollarda yuz sohalarida, bo'yin sohalarida tuklarni bir necha barobarga ko'payib ketishi, aynan soqol, mana shunaqa mo'ylov sohalarini juda ham o'sib ketish holatlari kuzatiladi. Albatta bu holat ham o'tkinchi holat, 3-4-6 oygacha o'sha o'sgan sochlar keyinchalik kamayib ketadi. Bunaqa holatlarda o'zini alohida surib turish uchun mazlari yoki lazerli epilyatsiya tavsiya etiladi. Albatta sochlarni kerakli holatga olgandan keyin minoksidil to'xtatiladi va bu yoqdagi tuklar o'z-o'zidan to'kilib yo'q bo'lib ketadi. Davleniya boshida aytib o'tdim, qon bosimiga ta'sir qilgani uchun ichadigan shakldan tashqari suradigan tabletkasi ham ko'pchilikda surgandan keyin boshini og'ritib qo'yadi yoki turli shishlar peshona sohasida yoki ko'z sohada shishlar keltirib chiqaradi. Bu ham albatta davleniyaga ta'sir qilgani uchun shunday omillarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunaqa holatda bemorga beriladigan tavsiya minoksidilni to'xtatish kerak yoki kam foizli dozalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bolalarda qo'llash, 18 yoshdan keyin qo'llash tavsiya etiladi, lekin ba'zi bir holatlar borki, shunaqa kasalliklar bor. Bunaqa holatlarda o'rtacha 8-10 yoshdan qo'llash mumkin bo'ladi. Bu albatta bemorni ko'rgandan keyin holatiga qarab turib, shifokor nazorati ostida, shifokor tavsiyasi bilan tavsiya etiladi. Yana bitta bemorlardan ko'p so'raydigan narsa minoksidilni hozirgi kunda dermaroller deyiladi. O'sha g'ildirakchali ignachalari bor. O'sha dermaroller bilan ishlatish kerakmi yoki yo'q degan savol ko'pchilik beradi. Albatta dermaroller bilan ishlatsa ham bo'ladi, ishlatmasa ham bo'ladi. Bunda dermaroller bilan ishlatish kerak degan qoidasi yo'q. Minoksidil teriga surildimi, o'zi asta-sekin teriga so'rilib ketaveradi. Hech qanday misol dermaroller bilan ham qilsa bo'ladi. Dermaroller vazifasi nisbatan teshikchalar ochib berish. Bu teshikchalar albatta terida yurg'izib chiqildimi, bu tezda yopilib qoladi. Bu aynan shu joydan teriga kirib ketadi degan narsa hali isbotlanmagan. Asosiy dermarollerning vazifasi bu terida o'sha teshikchalar ochib, qon tomirlarni qitiqlagan hisobiga qon aylanishi yaxshilanadi. Shuni hisobiga minoksidilga qo'shimcha yordam sifatida qaraladi. Minoksidilni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar bor. Birinchisi bu albatta homilador va emziklilarga mumkin emas. Chunki davleniyaga ta'sir qilgani uchun bu homilador va emziklilarga birinchi o'rinda mumkin emas. Tuqqandan keyin ko'pchilik ayollarda sochlari to'kilishni boshlaydi. Bu haqida ham keyinroq to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Bunaqa holatda ham minoksidil ishlatish tavsiya etilmaydi. Chunki minoksidil ma'lum bir miqdorda so'rilib qonga o'tadi va qon orqali borib o'sha bolaga, qon tomir sistemasiga ham ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchisi bu juda ham doriga nisbatan sezuvchanligi kuchli insonlar, ya'ni dori surdimi
o'sha insonlarda yo terisida kuchli qizarish, shunaqa qichishishlar juda ham kuchli bo'lgan holatda yoki boshi qisib og'rib qoladigan bemorlarga mumkin emas hisoblanadi. Bundan tashqari minoksidilni hozirgi kunda 10 va 15% ishlab chiqarilgan. Bular standartga kiritilmagan. Hozirgi kunda standart bo'yicha 2% va 5% minoksidillar ishlatish mumkin hisoblanadi. Umuman olganda minoksidil androgen alopetsiyani asosiy dorisi hisoblangani uchun ham bemorlarga birinchi buyuriladigan dori bu minoksidil hisoblanadi. Bundan tashqari qo'shimcha yana har xil dorilar, har xil muolajalar bor. Minoksidil bilan birga olib borilsa, minoksidilning nojo'ya effekti shuncha kam beradi. Ya'ni soch to'kilishi shuncha kam bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, agar sizda soch to'kilish kuzatilmoqdami, o'zingizcha misol minoksidilni olib ishlatish emas, aynan vrachga ko'rinib, minoksidil necha foizligi va qancha vaqt davomida ishlatish kerak, qo'shimcha muolaja kerakmi yo'qmi, buni albatta shifokor ko'rigidan keyingina aniq bo'ladi. Hammaga birdaniga minoksidil ishlatish kerak degan narsa ham noto'g'ri. O'ylaymanki, minoksidil haqida juda ham ko'pchilikda aynan savollari bor. Agar sizda savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Hammasiga javob berib o'tishga harakat qilaman. Video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Yaqinlarga ham ushbu videoni yuborib qo'ying.